Assalomu alaykum hazrati insonlar. Navbatdagi lokatsiyamiz nurli manzillarimiz. Demak, ko'rib turganlaring Samarqand Shahrisabz Kitob Perival o'rtasidagi Perivalda Qurt bozor bor. Qurt bozordan pastga tushasizlar Samarqanddan kelishda Kitob tomonga. Hoziroq yurganlaringni mana shu toshni ko'rasizlar. Kelib oilaviy do'stlar bilan, qarindosh urug'lar bilan, farzandlar bilan kelib dam oladigan juda ham ajoyib lokatsiya. Men hozir atrofni ko'rsataman. Qor bor tog'larda. Hozir o'sha tepalikka chiqib video olaman va davomini qo'yaman. Marhamat. Granit toshlar, tabiat, archazor, o't o'lanlar. Bugun 1-aprel. Lokatsiya. Nima deyapti lokatsiya do'stlar? Olg'a tepalikka qarab